Tahajjud bul farz namoz emas, biroq nafl namozlarning ichidagi eng afzali. Nafl namozlarning ichidagi eng afzali. Bu Alloh taolaga eng yaqin qiladigan amallardan birisi. Da'bus solihin min qablikum hadisida keladi. Tahajjud sizlardan murdagı o'tgan olimlardan, solih insonlardan barlig'ini adat bo'lgan deydi. O'shaning uchun tahajjud o'ta cho'ng ne'mat. Allohga yaqin qiladigan eng yaxshi amallardan birisi tahajjud namozi. Tahajjud o'qigan odamga Alloh subhanahu va taolo ne'lat ko'p ne'matlarni beradi. Yaşoosunda bereke beredi. Vaqtısında bereke beredi. İbadatlarga tawfiq beredi. Yüzünde nur bolot. Yaşoosu beypil tinchlik bolot. Oşol tahajjud okugan kun Alloh taolam yuragine bir tumaninat, bir bayagıday tinchlik beredi, rahat beredi. Allah'ın neresini al sırttan tapmaydı. Oşoning uchun tahajjud cho'ng ne'mat, sebebi Alloh taolo bergan ne'mat. Elning bari uxtaganda sen turib, ya Rab deb, ya Allah'ım deb Allah'a qayrilsang, Alloh taolam hech qachon pendesini quruq qo'ymaydi. Özünün ne'matini nasip qiladi, jana özünün razılığında nasip qiladi. O'shal uchurda eng cho'ng ne'mat özünün tinchligida nasip qiladi. O'shaning uchun tahajjud o'qigan odamning eng cho'ng ne'mati yuragida tinchlik bo'ladi.